Hurmatli jetonlar va o'yinchilar, bugun biz millioner bilan birgalikda aksiya qilmoqchimiz. Sizlarning hammangiz qatnashishingiz mumkin. Xullas bu aksiyada shu ko'rib turgan pulni yutib olishingiz mumkin va millioner gapirishingiz mumkin. Rahmat. Hamma meni eshitsin. Ko'rishlar mumkin, shu aksiyamizda xohlagan odam yutib olishi mumkin. Bunaqa katta pulni umringizda ko'rmagansiz va yana ko'rmaysiz ham. Bunaqa katta pulni men naqd 3 yil terlab ishladim va sizlarga bermoqchiman. Unday bo'lsa men xohlagan bitta koordinataga bu pullarni TP qilaman. Uyingizga borib, uyingiz ostiga qarab ko'rishni unutmang. Xohlagan odamning uyining ostida bo'lishi mumkin. 1, 2, 3. Opa bo'ldi. Pul TP bo'lindi. Bemalol uyingizga borib, uyingizni tagini ko'rishingiz mumkin. Kimning uyining tagida spawn bo'lsa, o'sha pul o'shaniki bo'ladi. Va sizlarga yaxshigina vijvaniya qilishingizga ko'mak bo'ladi desam ham yanglishmagan bo'laman. Unday bo'lsa hamma uyiga sursin. Hammaga rahmat. Hammaga salom, obunachilar, sizlar bilan men yana o'sha so'yik va ko'rishlar mumkin. Endi oddiy har kundagidek kun agorot tozalashim kerak, chunki pul topish kerak. Nima qilamiz endi? Tak, eshikni olib qo'yaylik bo'ldi. Endi agorot olamiz, qishloq turgan ekan, nima edi? Tak, anovatda ham bitta qishloq turgan ekan. Opa. Nimaga tvoshga turibman? Sekin survivalga o'tamiz. Voy, qishloqqa nima gap? Nima bo'lyapti endi? Yangiliklar bormi? Yashama bo'lmayapti, nimaga? Shunchaki so'radim-da. Oppa, bo'p qoldim o'zi, normal. Brat, nima gap? Narsalar kerak emas lekin. Arzonga sotaman. Yo, kerak emas. Tak, bola, bilaman bu qishloqlarni bilasizlarmi? Arzonga sotaman. Bilaman qanaqa sotishingni. Chet eldagilar yomon qimmatga sotadi, bola, ishxona yurmaydi. Mayli, unda uyga boray. Tushunmadim. Nima bu? Eshigim qani? Bu nima o'zi? O kraskalab tashlaganmi? Voy, ana qishloqqa qilganda, bu yoqqa kelgin. Voy, qishloqqa nimaga meni uyimni nima qilib tashlading? Polini, xullas pastdagi blogini nimaga bo'yab tashlading? Zo'r bo'lib ketdingmi? Kraska jindimisan? San chizib tashlagan kraskada o'sha ana u yerga uyimning tagiga chizib tashlabsan-ku, men nima agrot qilayotganda. Jindimisan? Tushunmadim. No, mayli, bu qishloqqa qilmagan bo'lsa. Qo'shnim qilgan, qo'shmay. Eshik ochiq ekan. Qo'shni. Yo'q-ku, kechkim. Mayli, eshikni olib qo'yay, hech narsa tegmayman. Bosh narsasiga tushunmadim. To'xtanglar. To'xtanglar. Bu kraska emas. Nima bu? Pulni hidiga otdimi? Pulmi bu? To'xtanglar. Hozir maydalab oladi, sekundda maydalayman hozir. Hoppa. Ichkari kirib maydalab ko'raman. Maydalanib o'tdi lekin. Hozir sekund maydalayman. Hoppa, maydalab oldim. 50 ta bo'ldi. Bola 50 tagacha maydalandim. To'xtanglar, bu nima soxtami deyman hozir. Quyosh qani mana. Quyoshga tutib ko'raylik. Soxta emas. Tushunmadim. Soxta emas bo'lsa, kim bu yerga pul tashlab ketishi mumkin? To'xtanglar. Aniqlashtirib to'xtanglar. Sandiqqa ham narsalarni to'xtanglar. Men bu pullarni olmasam bo'lmaydi. Tak narsalarni qo'yib qo'yaydi. Hozir men kerka olishga borishim kerak. Kerka. Lopatka olishim kerak. Lopatkada bularni olaman. Mana lopatka olib kelman. Tak. Endi bularni buzishim kerak. Tez buziladi-da bu lopatka. Nimaga sekin buzilyapti? Voy, ketmon bilan qilinardi-yu. Voy miya. Tak, ketmonni olamiz, qanaqa ko'raylik. Ana tez qazilyapti. Endi hammasini olish kerak-da, bola bularni. To'xtanglar. Tak, to'xtanglar. Bu pul qanchaligini bilib olishim kerak-da hozir. Pastga qazib bilib olsam ham bo'ladi hozir. Kerka. Tak, kerka. Vavatga borgan kerka yo'q ekan. Kerka sotib olish kelishim kerak. Hoppa, mana kerka olib keldim, bola, endi qazishim kerak, pastga tushib. Tak, ko'ramiz endi qanchalar nima ko'p ekan. Hozir qazib bilib olamiz. Tak, sizlar tezlashtirgan variantni ko'rasizlar. Men esa qiynalaman. Tak, hoppa, bola, ko'rishlar mumkin. Shuncha qazdim, vashsiz
charchab ketdim o'zi ham mana ko'rishim. Вообще oxiriga yetib bordim. Mana. Voy tushib ketdim. Mana ko'rishim mumkin mana. Oxiriga yetib keldim. Bola pulni oxiriga yetib keldim. Nima endi qazib olsam ham bo'ladi. Shuncha ko'p pul qayerdan kelib qoldi bilmadim-ku. No, mayli. Bizga berildimi? Xullas, mening uyimga, mening mulkimga ostida turibdimi? Bo'ldi. Meniki, to'g'rimi? To'g'ri. Bo'ldi, всё. Tortishib yurmanglar men bilan. Bo'ldi, olamiz. Tepaga chiqib olishim kerak edi, men nima bilan tak, normal. Voy, вообще puling ko'paygandan keyin kuch-qudrating bo'lgandan keyin baribir mazza ekan bo'la, tushunasizlarmi? Voy, agar tak, bittasi qo'yolmayapman. Uzr Minecraft o'ynamay qo'ydim-da bola, nechi bo'lsa be. Tak, voy, agar qanaqa tushkidoman? Bitta qo'yamiz, bo'l, normal. Dash men pulga ham qo'yib tashaman, bechora pul. Mayli. Tak, nimalar bo'lyapti bu yerda? Tak. Endi nimaga ishlatsam bo'ladi pul bo'ldi? Foy. Qo'rqib nima bo'ldi? Qayerdan topding shuncha pulni? Xullas, men bitta kelsam, ostida pul turibdi-da, shuncha pul. Qayerdan kelib qoldi bilmaysizlarmi? Voy, sen omadli ekansan, so'y. Yangiliklarni eshitmadingmi? Qanaqa yangiliklar? Nima, televizorda ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rmadim. Milliarder bilan bu serverni admini bu pullarni oxiriga berdi. Okey, tushunay, to'xtang. Boshida aytib beringlar. Hamma o'zini uyiga borsin. Kim omad bo'lsa shunga degandi. Mana senikida chiqdi. Voy, yomg'ir ham tinib ketdi. Shu ko'p narsalar bo'lib ketdi-yu, nima? Hozir men bu pullarni addushi sizlarga bo'lib beraman. Bo'ldi, rahmat, so'y. Bo'ldi, kim nima tilaydi? Boyni amalga oshiraman. Pul bo'lsa, pul ko'p. Yo'q, menga uyimni nima? Olmosni yoqib ber. Bo'ldi, uyingni olmosli. Hozir sizlarga pulni beraydi, men pullarni olinglar mana. Mana bu pulni ol. Ollaring, ot. Bo'l, normal, yana pul beraman hozir. Oppa, mana, olinglar. Xursandmisizlar? Da, xursandmiz. Oppa, bo'ldi. Arzimaydi. Olib olishinglar mumkin. Rahmatlarga addushi. Mayli. Endi men bu pullarni sipirib bo'lay, umuman bitta ham qolmasin bo'ldi. Yo'q, endi bu ham ish. Zato qancha pul keladi? Yo'q. Buni olsang ham mazza ishlaysan, bo'ldi. Вообще mazza ishlaydi. Qiyin bo'lsa ham. Mana qishloqqa uyini qurib qo'ydim almazdan. To'ydingmi qishloqqa, to'g'risini ayt. Da, to'ydim, rahmat. Arzimaydi, men ketdim. Oppa, yaxshi. Mana bo'lar shunchagina pulim qoldi. O'zimga endi bu xohlagan narsamni olib, endi bemalol yarmini xohlagan uyim hamma narsani tuzatishga ishlatsam, uy dahshat shaharskiy qolganlarni esa avtoqatdan kelib qolgan, miltiqatdan kelib qolgan bilmadimmi? Qo'yib qo'yamiz mamlakatga. Tak, men buni olib yana hammasini terib olaman endi. Xullas, bolalar mana to'xtanglar. Mana bolalar ko'rishim mumkin. Bir stakku 21 ta chiqdim. O'ta tugadi pul. Tak, men yaqinlashtirib olayda sizlarga zo'r ko'rsiz. Hammaga xayr bo'lsin. Sizlar bilan men yana o'sha stoik bo'ling. Video shunaqa bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishingizni tugadi. Obuna bo'ling.